Sitora Farmonova hamda Farida Kulmatova kundoshlar jangi boshlandi. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xabaringiz bor, aktrisa Sitora Farmonova Xonsaroy direktoriga turmushga chiqqan. Uning birinchi ayoli Farida Kulmatova bilan Instagramda o'zaro janjallashdi. Bu janjalga sabab Xonsaroyning birinchi ayoli hamda turmush o'rtog'i Umra safarida yurgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Bunga javoban Sitora Farmonova Instagram sahifasida post joyladi. Qo'shnim xo'jayinimning birinchi qonuniy zagsdan o'tgan 3 ta bolaning onasi. Trenddagi gap bor-ku, 0 dan 1 ga o'sgan degan. Agar qisib yurmasa, oxirigacha ochiladi. Mani jim yurishim qo'rqqanimdan emas, turmush o'rtog'imga bo'lgan hurmatim tufayli, deydi aktrisa. Bunga javoban Xonsaroyning birinchi ayoli Farida Instagram sahifasida shunday deb post qoldirdi. Sizlardan eng ko'p beriladigan savollarga javob berdim. Opa-eringiz bilan ajrashdingizmi yoki nikohda birga yashashyapsizlarmi? Sitora Farmonova: haqiqatdan ham kundoshingizmi? Uzr, lekin qiziqdim. Sitora: haqiqatdan ham turmush o'rtog'ingizni ikkinchi xotinimi? Tasavvur qiling, ko'chada ketyapsiz. Birdaniga qo'ng'iroq bo'ldi. Uyingiz yonayotganini aytishdi. Yugurib uyga shoshyapsiz. Shu payt kimdir oyog'ingizdan chaldi. Shunda nima qilasiz? To'xtab u bilan tortishasizmi yoki vaqtni yo'qotmasdan uyda sizni umid qilib kutayotgan oilangizni qutqarishga shoshasizmi? Haqiqiy aqlli odam tortishuvni emas, eng muhimini tanlaydi. Men bunday savollarga javob bera olmayman. Iltimos, bunday savollar bilan menga murojaat qilmang. Sizlardan mo'mina muslima birodarlarim, faqat oilamiz haqqiga duo qilishingizni so'rayman. Alloh uyingizga tinchlik, qalbimizga xotirjamlik, hayotimizga barokat ato etsin, deydi Farida Kulmatova. Biz nima ham derdik azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotini yoritib boramiz. Videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.